Audi A6 yangi avlod bilan portlatdi. Endi bu A7 emasmi? Bu yangilik juda kuchli. Audi nihoyatda yangi avlod Audi A6 ni rasman taqdim etdi. Oldimizda esa aynan Audi A6 Avant 2025 turibdi. Ha, uni A7 deb o'zgartirishmadi. Lekin qarang, o'zi ham endi A7 dan qolishmaydi. Dizaynga qarang. Oldi modellarga qaraganda uslubi ancha o'zgargan. Oldinlari bu mashina toza klassik edi. Endi esa toza sport. Oldi panjalar yanada kengroq. Faralar eng so'nggi dizayn trendlarida va oldi tomon biroz Audi A5 ni eslatadi. Audi yangi A5dagi zamonaviy ekologik panellar qo'llangan. Markaziy boshqaruv ekrani katta va nozik. Yana bitta qo'shimcha, ekranni ham buyurtma qilsa bo'ladi. Texnologiya darajasi eng so'nggi, yuqori darajada. Bu mashina o'z sinfining eng aqllilaridan. Platforma esa GPC2. Bu ichki yonuvchi dvigatellar uchun mo'ljallangan. Ha, Audi hali elektrga o'tgani yo'q. Dvigatel 5-avlodda. Top model 3.0T, 365 ot kuchi, 48 volt mild gibrid tizimi bilan. Yevropada boshlang'ich narxi atigi 58.000 yevrodan boshlanadi. Shunaqangi sportiv, shunaqangi aqlli va premium. Bu narxga arziydimi? Sizningcha yangi A6 Audining eng yaxshi universal modeli bo'ladimi yoki A7 haligacha taxtda o'tiribdimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.